Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, aka-ukalar. Mana do'konimizga yangi turdagi jatkalarimiz, ya'ni 1105larimizni jatkasi keldi akalar. 120 lik 2 parrayli, yonida pichog'i bor, original jatkalarimizdan keldi. Video obzorini qilib beraman, narxlarigacha aytib o'tamiz. Xo'p, bunimiz reme orqali harakat oladi. Ya'ni reduktori reme orqali mana ko'rishingiz mumkin. Bu remen mana bu 1105imizda shkifda bitta joy qoldirilgan, aytib o'tganman oldin, shunga o'rnatiladi. Postavkalari, ishga tushirishi, hamma yo'g'i bolt kekasigacha bo'ladi. Jatkani ichida sizlar o'rnatib perdelka qilib olsalaring bo'ldi. Mana shu holatda oldiga shuni tushadi va eng zo'r tarafi mana bu 1105imizda orqa tarafida inshosi bor. Inshosini yechib, oldinga mana shilangini uzunrog'ini qo'yib, oldinga o'tkazsalaring zo'r bo'ladi. Ya'ni mana bu yonboshdami, oldindan perdelka qilib ko'tarib tushiriladigan qilinsa, bunimiz o'ta zo'r bo'ladi. O'zi ham shunday tushaveradi, lekin faqat bitta razmerda turadigan bo'ladi. Insholik qilinsa, inshoda ko'tarib tushiriladi. Xo'p, bunimizni jatkamizni narxi 7.300.000 so'm, kamini qilib beraman akalar. Jatkamizni yana bitta zo'r tarafi yonida mana bunaqangi reduktorlari bor. Ya'ni reduktor tushadigan, tepa sep tushadigan 1,5 metrlik bo'ladi o'shanda tepasi. Ya'ni o'sha 1,5 metrlik, 2 metrlik payalarni, shipirgilarni, o'tlarni bemalol o'rib yonboshga tashlayveradi. Bu bedamizda ham uradi. Eng zo'ri g'o'zapayagacha uraveradi akalar. 2 parrayli original jatkamiz, garantiyasini qilib beramiz. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kiraverishda o'ng tarafda joylashgan magazinimiz. Videolarni olib boryapmiz. Xo'p, 1105imiz 18 ot kuchli bo'ladi. Buni komplektida frezasi bo'ladi. Buni narxi 27.300.000 so'm. Kamini qilib beraman. Murojaat qilaverasizlar. Jatkalarimiz bilan komplekt qilib, komplekt holatda ham sotilaveradi.